Xullas, Telegram haqida, Telegram buzish haqida. Mana bunaqa yozib tashlashdi kommentariyni. Lekin siz sim kartangiz birovning qo'liga tushib qolsa bu buzish hisoblanadimi? Aynan. Ana endi qaranglar, nega bu video cho'zildi? Yana bitta yo'li chiqib qolgan edi. O'sha yo'lini biz test qilishimizga ozgina vaqt ketdi va o'sha testdan muvaffaqiyatli chiqqanimiz sabab bu videoda aytib o'taman, ya'ni ikkita yo'lni bilib olasiz. Birinchi yo'lida men sim karta oldim. Telegramga kiraman desam, kimdir kirib olgan va kodini pochtaga yubor deydi. SMS yuborguncha SMS yubora olmaysiz, faqat pochtadagi kodni aytganida, lekin Telegram shu yerda ham bitta chiroyli gap yozib ketibdi. Agar akkaunting premium akkaunt bo'lganida, galochkasi bo'lganida, biz senga SMS yuborar deydi. Men nima qildim? 160 ming so'mga podarka sotib olib, o'sha akkauntga yubordim va u akkauntda bir minutga qolmasdan galochka paydo bo'ldi. Va qaytib kirib SMS yuborish knopkasini bosib, SMS keldi va o'sha SMSdagi kod bilan kirib, ochib, keyin deaktivatsiya qildim. Ya'ni o'zining ofitsial saytidan undan oldin deaktivatsiya qila olmasdim, sababi unda ham pochtaga yoki Telegramga kelgan kodni aytgan deyotdi. Ikkinchi yo'li nima bo'ldi? Ikkinchi yo'lini men qidirib topib forumlarda o'qisam, X platformasi, ya'ni sobiq Twitterda SMS Telegram degan akkaunt bor ekan. SMS Telegram akkauntiga kirdim, ya'ni jiyanimda muammo bo'lgan edi, hech qanaqasiga kirib bo'lmayapti edi, SMS yuborish knopkasi ham chiqmayotgan edi. Kirdimda o'sha SMS Telegram degan akkauntga shaxsiysiga telefon nomeri o'zini yozib qo'ydim va oradan 4 kun o'tib, aynan bizda 4 kun o'tib akkaunt deaktivatsiya bo'ldi va biz SMS orqali qaytib kirishga muvaffaq bo'ldik. 4 kundan oldin 3 kun boshqa yo'llarni tekshirdik, muvaffaqiyatsiz bo'lgani sabab bitta shu yo'li bizga muvaffaqiyatli yordam berdi. Mana endi ikkita yo'lini bilasiz va har qanday vaziyatda qanaqa chiqib olishni o'rganib olamiz.